Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Mana o'sha pomidorimiz, tarvuz ichiga tashlab ketgan pomidorimiz mana shunday holatda bo'pti. Mana kattaligini ko'ryapsizlarmi? Mana gullashini. Mana qaytib gullayapti. Endi ko'tarib ko'ramiz hosildorligini. Mana hosillar. Mana hosildorligi. Asa ser hosil. Bu qanday urug'ligini ham bilmaymiz. Tarvuzning ichidan chiqib qolganda shunga tashlab ketganmiz. Endi demoqchi bo'lganim, mana shunday qilib xuddi tarvuzga o'xshatib 1 gektar eksak, nima maslahat berasizlar? Kommentariyada fikrlaringizni qoldiringizlar. O'tgan safar ham so'raganim, eking dedi ko'plar. Ko'plar tarvuzni eking dedi, pomidorga. Mana shunday bo'lganda, endi buni bir sal bir mutaxassis bir konsultatsiya beraversa yaxshi bo'lardi. Mana shunday bo'lgan. Mana bu yog'i tarvuzlarimiz. Mana shunday bo'lib turibdi. Mana tarvuzlarimiz. Xullas mana da tarvuzlarimiz. Mana shunday holatda. Xudo xolasa 10 kunligi bor deb turibmiz. Yana avvalama Allohdan bizni kuzatishda davom etingizlar. Sizlarga shuni qo'yib boraveramiz. Pishish vaqti aytamiz, o'zimiz sizlarga xabar beramiz. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Ko'z tegmasin, Alloh baraka bersin deb qo'yingizlar. Mana pomidor xullas.